Ota uyda keng fe'lli bo'lish kerak, keng bag'ir bo'lish kerak. Shuning uchun azizlar, iltimosimiz bu dinning amri. Osonangizda keliningiz bor, otalar, akalar. Keliningizga bugun borib bir gap ayting. Kechqurun shomdan keyin oila davrasida ona qizim, sizga ming rahmat. Siz kelib meni uyimga nur kirdi, baraka kirdi. Ota-onangizga rahmat qizim, men sizdan minnatdorman. Qudalarimga borsangiz meni salomimni aytib qo'ying qizim deb qo'ying, keyin ko'rasiz natijani. Farzandlaringiz davrasida bugun borib onasini maqtab qo'ying. Ayolingizga bir minnatdorchilik bildirib qo'ying. Onasi rahmat. Sendan men roziman. Men nimaga erishgan bo'lsam, seni ham mehnating, duolaring bor. Alloh mana shuncha farzand berdi, o'g'il, qiz, nabira berdi. Men Allohdan minnatdorman. Hayotimdan minnatdorman. Sendan Alloh rozi bo'lsin deb qo'ying. Keyin muhitni ko'rasiz. Oilada muhabbat paydo bo'ladi. Mehr to'lib toshadi. Aqlchilik, inoqchilik bo'ladi. Qachon shu gapni aytdik azizlar? Xotinni ham maqtamang. Minnatdorchiligimizni bildirib qo'ying. Menga chidab, jag'imga chidab kelganingga rahmat deb, to'g'rimi?